Bu urush emas, bu maxsus harbiy operatsiya. Rossiya 2022-yil 24-fevralda Ukrainaga bosqinni aynan shu ritorika bilan boshlagan edi. 2026-yil yozidan boshlab Rossiya Ukrainaga havo hujumlarida yangi usuldan foydalana boshladi. Endi bitta turdagi raketa yoki drondan emas, balki bir hujumning o'zida turli qurollarni birlashtirgan holda foydalanilmoqda. Odatda hujum chalg'ituvchi dronlar bilan boshlanadi. Keyin Shahid kamikadze dronlari, X-101 qanotli raketalar va nihoyat ballistik raketalar qo'llanadi. Bunday ko'p bosqichli hujumlarning maqsadi Ukraina havo mudofaasi tizimlarini haddan tashqari yuklash. Bir vaqtning o'zida bir nechta nishon paydo bo'lishi radarlar va raketaga qarshi mudofaa tizimlariga katta bosim yuklaydi. Natijada Ukraina arzon chalg'ituvchi nishonlarga qarshi qimmatbaho Patriot raketalardan foydalanishga majbur bo'ladi. Rossiya so'nggi vaqtlarda odatiy Shahid dronlardan tashqari soatiga taxminan 500 km tezlikka erisha oladigan reaktiv Shahidlarni ham ko'proq qo'llamoqda. Bunday yuqori tezlikda Ukraina havo mudofaasining javob berishi vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi.